Umra туралы Құранда аят бар ма? Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам Мәккада тұрса, Иола Умейя деген арап келеді. Иола Умейя деген арап келеді. Жоқ, Алланың елшісімен умра қылғалы келдім, маған ұрпадап үйрет дейді да. Десе пайғамбар алейхиссалам өзінің ойынан хадис шығарып айтқан емес та. Hacı туралы түшкен, хадис деген сүре бар. Умраға жоқ тұрса, анан кейін Аллах Тағала аят түшіреді. Аузубиллахи минашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Wa atimul hajja wa umrata Alloh'a deb tushiradi da. Keyin andan keyin payg'ambar alayhissalom aytadi. Hajji qilib bitgandan keyin umra qiladigan oyat tushdi deydi. Hajji qilib bitgandan keyin deydi. Hajji farzda, shuni birinchi qilish kerak deb aytadi. Kiyiming eski ekan, kiyimingni almashtir deydi. Ana boya murunga suv olgan ochitib, tereng suv olib tarat oladi degan payg'ambar alayhissalom shu aytadi. Murunga tarat olib, tereng olib kirib umra hajjaga o'xshatасың degani qurmonda qilmaysan, shaytonga tashlab qo'yasың deydi da. Murunga suv olib ochishib degani onun ichida Alloh taolaning karomati bilan beshtin jittarini jittatam deganda o'zini jaqqan odamlarga beshtin jittini jittatam degan yer borda, ana payg'ambar alayhissalom shu yerda qo'shganda keyin bu dunyoda baqil bo'lib birovdan yaxshi o'nib o'sayotganini, yaxshiligini ko'rmay baqillik qilsa Alloh taolo oxiratda beshtin jittini ham jittatmaydi degan o'shaga qarama qarshi so'zda aytgan hadis bor. Şol hacı turganda şu birinci hacı qilib turib, anan keyin umra qilsa bo'ladi da, sog'inib ketdim deb bor. Farzni qilgan yaxshi da birinchi yo'l.